Bizni ota-bobolarimiz tumov desa, ha, tumov shamollab qopti deylardi. Lekin bu tumov, ko'rdingizmi? Ikki xil bo'ladi. Allergik tumov bo'ladi, yoki virus hisobiga tumov bo'ladi. Virus degani bu infeksiya. Bu bitta odamdan ikkinchi odamga yuqadigan kasallik. Biz allergik kasallarimiz yuqmaydi. Allergik kasallar yuqadigan kasallik emas. Lekin nasl quvishi mumkin. Ya'ni moyillik bo'ladi. Shuning uchun biz so'raymiz. Ota-onangda bormidi? Aka-ukangda bormi shunaqa kasallik? Yoki qarindoshlaringda shu allergik kasallik bormi deb so'raymiz. Ayrim odamlarda oilasida allergik kasallarda oilasi kuzatilmaydi, lekin boshqa qarindoshlarda, tog'asida, amakisida, yo bo'lmasam aytaylik, ona avlodida kimdadir allergik kasallik bo'lgan bo'ladi. Va bularda kuzatilmasa ham, bulardan keyingi avlod ham kuzatilishi mumkin. Yo bo'lmasam 10 yil, 20 yildan keyin o'sha odamlarda allergik kasallik kuzatilishi mumkin. Hammada bir xil allergik kasallik kuzatilmaydi. Ya'ni bir xillarda ovqatga allergiya paydo bo'lishi mumkin, bir xillarga doriga allergiya paydo bo'lishi mumkin, bir xillariga oftobdan allergiya bo'ladi misol. Yo bo'lmasam allergik kasallar mana hozir havo isigandan keyin ertaga mana bu asalarilar uchishni boshlaydi. Asallar chaqirishi mumkin. Yo bo'lmasam sarg'ilar, arilar paydo bo'lgandan keyin chaqish oqibatida allergiya kuzatilishi mumkin. Bular demak o'sha chaqqan hasharotlarda chaqqan o'sha zahariga organizmimiz sezgirligi oshib ketadi. O'shani qabul qila olmaydi. Kimdir 3-4 ta ari talasa ham ta'sir qilmaydi. Yoki shishib ham ketmaydi, qichib bo'g'ilmaydi ham. Lekin kuchli allergiyasi bor odamlar, ayrim bemorlarda bitta ari chaqsa ham o'ldirib qo'yishi mumkin. Chunki o'sha zaharini qabul qila olmaydi. Organizmga kuchli reaksiya bergan hisobiga bu yomon oqibatlarga olib borishi mumkin. Ana shuning uchun organizm qabul qiladiganini qabul qiladi, qabul qila olmaganiga javob reaksiyasini beradi. Ana shu hammasi allergiya.